Salom do'stlar, sizlar bilan yana bir bor Dilso'da Xavf kanalida. Xo'sh do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yinida Dream League Soccer 2026 o'yinini obzor qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Birinchi akkauntimni sizlarga obzor qilib beraman. Eldor Shomurodov, Cristiano Ronaldo bilan Messini yaqinda oldim, chunki ularni sotib men akkauntimni kuchaytiryaptim futbolchilarimni. Vinilar mana ko'rishingiz mumkin. 88 bo'lishi bilan bitta 100 chiqarganman Vinidan to'ldirib Harry Kane esa bitta 100 chiqarib, ikkinchi setri yuziga jichcha qoldi. Bitta kuchayib qo'ysa o'sha ikkita 100 chiqadi. Yamallardan hali 100 chiqmagan, bularni ham yaqinda oldim. Ashraf Hakimidan bitta 100 chiqqan, ikkinchi 100 ham pastda tepadan 300 bemalol chiqadi. Pastdan esa ikkita 100 chiqadi degan umiddaman. Bundan ham chiqadi degan umiddaman bundan ham. Kevin De Bruyne. Bu ham juda ham yaxshi, yarim himoyada juda ham yarim himoyani yaxshi ushlab beradi. Rodrigo. Bundan ham yaxshi kuchaytirsa bo'ladi. 93 bo'lgandan keyin full bo'ladi bu, chunki men 83ligida olib qo'yganman. Mana bu Rodri yarim himoya bo'yicha pastdasi bo'yicha birinchi o'rinda tursa kerak bu yarim himoyalar bo'yicha, chunki ham bo'ydor ham yarim himoyani vafshim bomba beton ushlab beradi. Ashraf Hakimi, Virgil van Dijkdan umuman 100 chiqmagan ekan. Adams, Arsenalning himoyachisi, afsonaviy himoyachisidan biz 300 chiqarganmiz. U ham yana 93 bo'lsa full bo'ladi. Biz shuning uchun speediga yana 100 chiqarishimiz kerak. Hech bo'lmasa 400 chiqarishimiz kerak. Va Rudigerimizdan bitta qolgan setriga 100 bo'lishiga. Barchamizda Alisson, bu yerda esa Kurto o'tiradi va o'zimizning vatandoshimiz Abduqodir Husanov akamiz. Mana bundan speedlari 90, buni hali biror marta kuchaymadi, bunga tushmadi ham. Kuchaytirganlarim Modric, mana bu Portugaliyaning afsonaviy Diego Jota futbolchisi. Unda Astonaga ikkita qolgan va Carvajal. Buni ham olib qo'ydim. Sizlarga ham tavsiya beraman buni olib qo'yishni, chunki bu futbolchi yaqinda ketadi. Ketib ham bo'ldi, dilisidan endi ketadi bu futbolchi. Sizlarni olib qo'yishlaringga tavsiya qilaman. Mana bu Federico Valverde. Staminasi 99 bo'lgan. Yana bir marta tushsa, staminasi ham 100 bo'ladi. Mana esa Muhammad Salah. Juda ham super kuchayadi bu futbolchi. Bu futbolchini pastga 600 ham bemalol chiqadi deyolmayman, lekin chiqarsa bo'ladi 600. Mana esa Erling Haaland. Manchester City'ning eng oldi futbolchilaridan biri hisoblanadi. Bundan ham ajoyib super kuchayadi deya olaman. Chunki tepasidan 400 chiqadi, bemalol chiqadi tepasidan 400. Pastdan esa shutdan faqat shutga tushsa, undan ham chiqadi. Keyin mana bu kontroldan bir 90 bo'lib qolsa kerak. Va zaxiradagi futbolchilarimiz Ederson, Kylian Mbappedan 200 chiqqan. Bu ham juda ham super bo'lib 600 chiqarishga harakat qilyapman. 600 ham chiqadi. Mana bu yerda Jude Bellingham, Usmon Dembele, uzr do'stlar, adashib ketdim. Bundan ham 600 emas, 500 bemalol chiqarsa bo'ladi do'stlar. Endi esa Robert Lewandowski, shu 95, setri 96. Bundan ham
to'rtta yoki 5ta 100 chiqarsa bo'ladi degan umiddaman. Hammasini kuchaytiruvchi va Real Madridning afsonaviy darvozaboni Keylor Navas ham full qilganman. Buni kelganda olib qo'yganim yaxshi bo'lgan ekan. Hozir ketdimi ketmadimi bilmadim, lekin ketish ehtimoli aniq. Endi esa Real Madridning juda ham bir yarim himoyasi, juda ham zo'r yarim himoyachisi Jude Bellingham. Bundan ham 300 yoki 400 chiqadi degan umiddaman. Va Leo Messi. Bundan texnika kuchaytirsa pastdan 300 bemalol chiqadi. Tepasidan esa 100 chiqmaydi degan umiddaman. Tepasidan ham chiqib qolishi mumkin bitekda, lekin juda ko'p chiqmaydi. Va Real Madridning afsonaviy juda ham zo'r afsonaviy hujumchisi Cristiano Ronaldo. Bundan ham tepadan 200, pastdan 200 va jami bo'lib 400 chiqadi bundan. Va o'zimizning vatandoshimiz Eldor Shomurodov akamizdan ham 200 chiqadi degan umiddaman. Speed va staminadan. Bu yerda faqat fitnessga kuchaytirish kerak. Sizlarga ham tavsiya qilaman, agar 2025-yil olib qo'ygan bo'lsalaring shu futbolchini. Va akkauntimizni azbor qilib oldik va stadionlarimni ham endi kuchaytiryapman va 88 mingta odam sig'adigan qildim stadionga. Treninglarni ham birinchi bo'lib hammasidan 100 chiqarganman, treningdan 300. Mana bu Fazo Kenter adashmasam mash yaqinda keldi. U nimaligini ham bilmayapman o'zi aslida. Nima degan ekan endi Fazon Kenter nima bu endi? Shu narsani kim bilsa kommentariyga yozib ketinglar nimaligini. Sizlarga birinchi bo'lib stadionini kuchaytirishga tavsiya qilaman. Treningni ham. Chunki treningni kuchaytirsangiz mana bu yerdan legendariy agentlar otmoqchi bo'lsangiz otasiz ham, chunki mana bu World Cup winnerslar kelgan. 375 ta asl holati va u yerdan 5 ta yulduzcha qilsangiz, mana bundan 5 ta yulduzcha bo'lsa, juda ham ajoyib va arzon bo'ladi. Adashmasam 361 ta yoki 350 ta bo'lish mumkin. Hozir men 3 ta yulduzcha qilganim uchun 371 ta bo'lgan. Bemalol bo'ladi. Mana 148 ta 39 ta. Mana bu yerda ham 650 ta va 630 ta bo'lgan. Asli holati 650 ta tanga. Hozirgi holati esa 630 ta tanga. Mana bu o'zimizning vatandoshimiz Fabio Cannavaro kelibdi. Buni ham olishga harakat qilyapman. Ayniqsa shuni olishga harakat qilyapman. Shuni olib qo'yish kerak. Chunki bu qaytib kelmaslik ehtimoli ham bor. Fabio Cannavaro kelavermaydi uncha ko'p. Men 54.537 dp yig'ib qo'ydim. 62.500 ta dp bo'lishi kerak. Men Fabio Cannavaroni olishga juda ham qattiq tayyorgarlik ko'ryapman. Dilisi o'ynashda ancha bo'ladi, lekin dilisini men uncha o'ynamay qo'yganiga ancha bo'ladi. Shuning uchun men juda ham kam o'ynayotgan edim. Endi ko'proq o'ynab, mana bu qora futbolchilarni olmoqchiman. Kamida bitta olaman. Ko'pida bir 2 ta yoki 3 ta. 3 taga olamasam ham kerak, chunki 175 mingta dp, 115 mingta dp bo'lishi mumkin. 115 ming dp yig'a olishim mumkin 22 kuni 3 soat 51 minutda. 175 mingta dpni yig'a olgan. Gapni cho'zib o'tirmasdan videorolikni tugatamiz.
Videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.